Başka kirolmaydi endi. Ya, nima qilyapsan? Abet bo'ldi, mahallaga uzatgan qiz keladi hozir. Aka, o'zi kelgan-kumi? Ulgurmadik-da ona. Shu singlingni bekor shu mahallaga berdik-da, katta singlingga o'xshab uzoqroqqa bersak qutular edik-a. Onamsiz, onajonimsiz, jigarimsiz akajon. Jannat akalar oyog'i ostida akajon. Buningizga kamiga $100 kerak-ku. Qizim, hali pensiya olganim yo'q, lekin pastroqni o'qala. Hey, yuri. Ona, qo'lim olib ket, qo'l haqqi bering. Men oxirgi pulim shu. Voy, hey. Akajon, sadaqa qiling. Hozir sherigizga berib yubordik-ku. Akajon, sizlarning uyingizga balo bor. Hozir chiqib ketdi o'sha. $100 bersangiz baloni chiqarib tashlayman. $100 bersak o'zi ketadi-ku. Ona, hozir qiz keladi. Nimaga unaqa deyapsan? Tun chiqyapti, kartochkasi kuydi. Voy, nima qilyapsan, ha? Go'sht deydi ketsin nariyoqqa, hozir qizingiz uchib keladi. Aka, danizamiz xuflam qo'li zabordan chiqarga tashlab bering meni. Mayli, chiq. Rahmat, tog'a. Ona sizga ovqat olib keldim. Kuygan kartochka olib keladi, pishgan go'sht yeb ketadi. Voy, Dog'bek, tog'ara qani? Qizingizdan so'rang. Yerga tekkan qiz qayerdan biladi? O bizlarning uyga nima borligini bizlardan yaxshi biladi u qiz. Shu bitta qizni uzoqqa uzatib to'y qilgansizda, yo to'y bo'lsa keladi, yo kimdir tug'ilsa. Hey, katta singling kelyapti, 3 yil deganda. Kamilani chaqir singlingni. Baqirsam eshitib, "Kamila!" Baqirmang, shergaman. Uzoqqa bersang kemay kuydirar ekan, yaqinga bersang kelib kuydirar ekan. Rahmat, yuvinglar shuni. Ona, chuyuraman biza bunizga. Ha, qiz bola degani to'ygacha akasini, to'ydan keyin erini, undan keyin esa bolalarning xizmatini qiladi. Tushundilaringmi? Otang keldi, o'lasan, tez chiq. Davrimiz keldi-ku. Yaxshi keldingizmi? O'g'lingga bunaqa mehr beraverma. Erta kelindan ham qizg'onadigan bo'lib qolasan. O'g'a, teparog'ini. To'xtang, dadam mol sigir qo'ylarga qarab kelaylik. Ey, jim, to'yga qolsan o'zing mollarga qarab. Chop. Kiyimnami? O'zimiz qarardik-ya. Dada ayting, aka, men topishganimni olib bersinlar. Olib ber, o'g'lim, olib ber. Och bo'lsin. Itga zaroqat qilsa, menga qani? Singlingni o'zing chalitgansan, bo'lmasa bu buni pishirmaydi. Demak, siz o'g'lingiz emas, faqat qizlaringizni yaxshi ko'rasiz. O'g'il farzand uylanguncha ota-onam deydi. Qiz farzand o'lguncha ota-onam deydi. Men qarabsan, o'g'il bachaga o'sib tutavermagin. Nimasi qiyin, dadam pulini yeb yotibsan-ku. Qo'shin senga qolar, uy senga qolar, dadam pensiyasini xotinchang bilan yeb yotasan-da. Oson ketgandan keyin qiyinchiliklar boshlanadi. Qanaqa qiyinchilik? Inson qanaqa qilib yetkiraman deb qiynalib ketaman mana. Mayli, yaxshi boring. Asal qizim, shakar qizim, beqaki qizim. O'ldi, qoch. Tantana, pejtagida, papka smetnatika joyida. Sekingina qarang, qani uydagilar biza ketayotganimizga yig'layaptimi? Boy bo'lishim birinchi qadamni boshladik. Nima unaqa deyapsan? Qizimizga erga beryapmiz-ku, endi boy bo'lamiz-da. Sal xafaroq xursand bo'l. Singlingga go'shtni manti qilgandim, olib borib ber, sen kelguncha kartoshka qovurib qo'yaman. O uyda go'sht mantiydi, biz kartoshka. Qiz bergani tili qisiq deydi, hamma shunaqa qiladi, bor. Qolmabdi-da. Ana bu tishingga, mana bu betingga. Kiyaz betigacha. Yo'qda bet bormi? Bet bo'lsa shuncha narsa so'raydimi? Keldingmi bolam? Singling yaxshi ekanmi? Choydan ol. Kuyov to'y xarajatlariga yomon qiynalib qolgan ekanda. Ne? To'ydan oldin vijdon bilan g'ururni qo'shib sotgan ekan-ku. Talgana tugab qoluvdi-da. Endi o'shib tushding sani. Nima, men asli olganmisizlar? Ha, asrab olganmiz. O'zimni borib daryoga tashlayman. Asal qizim, Novat qizim, shakar qizim, pashol qizim, bor, tasha. Ona bitta jonligimiz bor edi, o'lib qoldi. Quyonmi? Ha, shuni yo'qligini bildirmaslik uchun ona bola sigir olib bersangiz dedi. Donda yashaysan-ku. Farqi nima, padizda boqaveramiz. Bo'ldi bo'lmasa bizanki kelib yashayveringlar. Ay, to'poy, bizda sigir yo'q-ku. Farqima bor, sigirday sog'yapti-ku bizani. Aka, ana proqlushkamizga hech nima yo'q edi, bitta gilamcha olib ber. Ikkita deyma, ikkita. Yek gilamlardan olib keling faqat. Algoritmga joylashgan Samarqandga gilam yangi filialiga xush kelibsiz. Aka, menga sifatli hamyonbop gilam kerak edi. Gilamlarimiz zavod narxida. Marhamat. Nima buncha dahshat bu? Eron gilamimi? Eron bilan birga bir ishlangan Samarqand ye gilamlari. Aka. Ana gilam deganiga gilam udarini olib kelyapman. O gilamlaring bor ekan-ku. Endi yek gilamlar boshqacha-da. Rahmat sizga. Qayoqqa? Shim bilan turistga olib kelay, baribir bizga o'ldirasiz-ku. Assalomu alaykum. Onalar so'zining
ashaddiy muxlislari. Sendanam, mendanam, alodanam qolar bu dunyo degan qo'shiq hozir trendda. Xotin akani ukadan ayirishi hozir moda bo'ldi. Galdagi qahramonlarimiz shular toifasidan. Ey, mana bu yoqdagi turgan samsalarni kim yedi? Ana yoqda turgan samsani siz yedingizmi? Akangizga olib qo'ygandim uni. Qanaqa, men bilmasdan So'rash kerak edi. So'rash kerak edi. Dadasi, endi nima qilamiz? lavash zakasi qanaqa? Nimaga kiyyapsiz? Bu akangizni patinkasiga nega kiyyapsiz? Biz aka-ukalar bir-birimizni oyoq kiyimimiz kiyib katta bo'lganmiz. Kenayi, bu aka-ukalar bitta qo'rndan talashib tushganmiz. Siz bu yerda biz bilan talashib yotibsiz. Dadasi, suyak borib pichoqqa qadaldi. Ayting, siz kichkina o'g'ilsiz-ku, akangiz chiqib ketsinlar boshqa uyga. O'zimiz ijarada turibmiz-ku. Mayli bo'lmasa, uy olsaga chiqib ketsin. Bugundan boshlab qonun qoidalar o'zgaradi. Sizda akangiz kiyganini ukamlar kiyadi. Qani, nechinchi razmer ekan? Ering qani? Hovlidan supurib charchab ketdim, cho'rimasman men sizga. Idishlarni men yugandan keyin hovlini supurasizda? Sizga aytmadim, yuring ketdik. Ey, menga shu ming'ir gaplaringizdan oilamizda tinchlik yo'q. Xotinim bilan kelisholmay yuribman. Uylanmagan qilsa, o'shaning uchun ham uylanolmay yuribman. Xotin zoti ana shunaqa. Akani ukadan, ukani otadan, amakini tog'adan xullas ayirib tashlaydi. Agar porti bergan bo'lsangiz. Onalar so'zi soqqaning ko'zi. Ey, sen nima deyapsan? Assalomu alaykum barchaga. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Aytgancha, hali ham biz nom topolmadik. Bizga nom berishga yordam bering. Shuncha nom beringlar. Sizlarga maroqli xordiq. Apetiti yog'im, meva olib kelamiz senga. Onam bitta daraxt bir xil meva beraydi-ku. To'y etguncha bu daraxtlaring xohlagan libboy mevangni beradi. Aka, bir shikolat yo'qmi? Tamojni ushlab qoldi-ku. Shirin, shikolat olib keldim. Hormaylar yigitlar. Chiroq pog osilib qoldi-yu. Shirin. Telefon olib keldim senga. Kalta kalxat. Dushman chegarada. Qabul. Telefon olib keldim. Agar Shirin telefon ishlatsin desangiz, ikkita telefon olib kelasiz. Sen befarosatan. İşte. Bitta uchrashuvga 3 ta telefon so'rayapti. Mahrga kerak so'raydi yo'q. Ayol kishining lotereyasiga 2 marta yutuq chiqadi atiga. Birinchisi uchrashuvga chiqqanda, ikkinchisi raddomdaligida. 3 kundan beri suv qo'shaman, ko'pirmaydi bu. Qolmaganda? Kraska bilan shampun zakaz qilaylik ertaga to'y. Hozir magazindan olib chiqaman. To'xta, tekin dostavchiga ayt. Ipni ulayman, vertolyotga shunday olib tashlaydi. Mazakasi. Ikkitami? 2 korobka. Keyingi to'yga yana bir partiya jo'natasizda. Bo'l, tamom. Shiringa farq etmas, rasot kerak ekan-ku. Erta uchrashuvga chiqadimi endi? Uchrashuvga bormaydi. Uylanib bo'lay, o'zim bilaman. Bugun Shukrona kunimidi. Qizimni jo'natasizmi dedim. Endi 3 yil bo'lib borgan ekan. Vaqtiga qiynagandan keyin ana shunaqa bo'ladi. Ona pul bering. Pul zavotim bormi? Mendan so'raverasan. O dadam men ishlaganmiz, sizga ketirib beramiz. Qaydan so'raylik boshqa? Qattiqlik qilmang, ona bering. Hey, befarosat! Nima qilding? Yangi piyolamni sindirdingmi? Qanaqa yangi sepimga kelgan deb aytaysiz faqat. Men uchun u yangiday. Dengizda suv tugasa tugaydi, hech qachon bizning uyda ishimiz tugamaydi. Voy, nima deyapsan? Men seni yoshingni bilasanmi? Ana 300 kilo paxta tergan. yo'q. Uyingni sizga soqqansiz. Yo'q, jim tur. 4 tandir non yapganman, tushundingmi? Men aytgansiz 2 tandir deysiz-ku. Voy, ahmoq, 2 tandirini qo'shniga yopib berganman. Nimaga ketmanda oyoq masraf qo'ymaysizlar, ha? O'zingiz ishlab turibsiz-ku. Nimaga yuqa kiynasizlar? Nimaga yuqa kiyinasan? Qaysi biring men pulimni olding? Otangizga aytib beraman, aytib qo'y. Dadamga aytganingiz bilan bar o'zingiz urasiz-ku bizani. Ona yomon ninja chiripashkasiz.
Bor yiqal ishingni qil endi. Voy turmushga chiqmagan qiz hali balo bu yanishga. Molni ham sotishdan oldin semirtiralar-ku. Molda nima aloqasi bor? Mol eshak deb so'kasiz-ku, shu uchundir-da ona. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Ey, nima qilyapsan? Bolani urmaydi. Mana u uchun devonacha tiqilib. Ey, yashang. Ma. Dazmol qilish bilmaylar-ku bu kishi. Voy, nimaga yangangning ishidan kamchilik topib urasan? Qaynonang mushuk bo'lsa ham zo'r tomachak. Men o'zim chotga mana dazmol qildim. Ey, orqang berib olib tonelab qopdi-yu. Oldinlari ovqatga go'sht so'naydi, hozir soch solibsizlarmi deyman-a? Mana kim deyman-da. Kelin bechora, senga ovqat qilib beraman deb sochini kalga olsinmi? Sigir dugonasiga 1 gramm soch qoldirmasdan sog'ib keldi. Yashang kelin, barakat toping. Sal ayniganday steak. Yur bu yoqqa. Ana sigir, ana sen. Og'zingga sveji sog'ib ich. Ey bola, yegan ovqating idishini yuvdingmi? Falon pulga to'y qilib olib kelib yuvala, ye. Mani g'iybatim qilmayapsizmi ish qilib? Bitta o'zim o'tiribman-ku. Balki ichingizda g'iybat qilayotgandirsiz. Battar bo'l. Ha, alosin deb xursand bo'lyapsizmi? Siz Bo'ydoqbek emas ekansiz, Zaynon bidin ekansiz. Yashang kelin, yashang. Ovqat nima tuzi past? Men ovqat qilishni bilmayman. Nolalarim xudoga yetib boribdi-ku. O'zi ko'p tuzli yeb ham bo'lmaydi, uni ko'zga zarari bor. O sigirni sog'. Men sog'ishni bilmayman, qo'rqaman. Qarab tur o'zim sog'aman bo'lmasa. Aka, sizga ham qiyin. Oha, xo'rmang. Hamma ishi yuzingizga qopti-da, chala mujik.